Dunyoning ishlari. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub qissa. Ushbu qissa katta-kichik novellalardan iborat. Bu asar onalar haqida bo'lib, asar haqida xalqimiz orasida juda iliq fikrlar eshitishimiz mumkin. Ushbu asarni o'qib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarimizni aqalli bittasini uza oldikmi degan bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi. Asar boshlanar ekan muallifning ushbu jumlasiga dastlab ko'zimiz tushadi va o'qimasdan o'tib keta olmaymiz. Bu qissaning har birida men uchun aziz inson onam siymosi bor. Bundagi odamlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ismi o'zgardi xolos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihati bilan onamga o'xshaydi. Dunyodagi hamma onalar ham farzandiga muhabbat bobida bir-biriga o'xshaydi. Asardagi tush hikoyasiga to'xtalib o'tsak, onamiz bizga ish buyursa, oddiy yumushlarga ham og'rinamiz. Xuddi ota-onani bizga bog'lab berganday mehrimizni yashiramiz. Turli yumushlar bilan band bo'lib, bitta telefon qilishga ham ba'zida vaqt topolmaymiz. Yozuvchimiz ham ishdan kech kelganida 2 kun ham onasi qarshi oladi. "Nimaga uxlamadingiz?" deb jahl qiladi. Shunda onasi "Uyqu qayerda bolam?" deb qo'yadi. Vaqt kelib, ona olamdan o'tadi. Ishdan yana kech kelganida hamma uxlagan. Ona uyining chiroqlari o'chiq edi. Asarda yana shunday bir jumlalar borki, har gal ularni o'qiganda bir narsani o'ylayman. Mana shu so'zlarni yurak-yurakdan iztirob bilan aytgan farzand onasi hayot ekanligida qanchalik ko'nglini oldi ekan. Xotiniga qimmatbaho po'stin olib berayotganida onasiga bir kiyimlik ko'ylak qo'shib olish yodidan chiqmadimikan? O'z uyini chet el mebeli bilan to'ldirib qo'yganida onasiga aqalli bo'yradekkina gilamcha sovg'a qilishni unutmadimikan? Qizini tug'ilgan kunida atlas ko'ylak, o'g'lini velosiped bilan qutlaganda onasiga oddiy bir paypoq olib berishni esidan chiqarmadimikan? Shuningdek, kitobdagi iltijo hikoyasini o'qir ekansiz. Ushbu kitob adibning onasiga bag'ishlanganligi va onasi nimalarni yaxshi ko'rishi haqida yozilgan. Iltijoda shunday samimiy so'zlardan foydalanilganki, buni o'qib yig'lamaslikning iloji yo'q. Yig'lasangiz ham yig'i sizga shunaqangi yengillik beradiki, o'zingizni ruhan poklanganday sezasiz go'yo. Esingizdami? Siz bir marta o'shandayam hazillashib, "Meni ham kitob qilib yozsang-chi o'g'lim" degandingiz. "Sizning nimangizni kitob qilaman, oyi?" degan edim. Mana o'sha kitob. Uni men yozganim yo'q, uni siz yozgansiz. Men uni qog'ozga tushirib, odamlarga tarqatdim xolos. Dunyoda yashar ekanmiz, avvalo bir narsani to'laqonli ravishda anglashimiz zarur deb o'ylayman. Bizni yo'qdan bor qilgan, dunyoga kelishimizga sababchi va hozirga shu darajaga yetishimizga qadar issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan, bizni deb o'zlaridan, o'zliklaridan kecha olgan bu bizning ota-onamizdir. Ushbu asar bir so'z bilan aytganda bizni ota-onani borida qadrlashga o'rgatadi.